Hoji aka, qarang, sizga bundan kattasini topa olmadim Olmaliqda. Kachipasini qarang, boshqachami LED ekranimizni? Keyin men bilan maslahatlashib, so'rasizmi deyman-da. Laykchani qizartib qo'ying, hoji aka, men sizga bungacha LED ekranimizni obzor qilaraman. Hoji aka, LED ekranimizni kachipasi rostdan wow deydigan bo'ldi-da. Bu LED ekranimiz optik hisobda 86 kvadrat bo'ldi. P8 Pro modeli o'rnatib berildi. Hoji aka, har doim aytganimdek, Ombom BX zavodi va Uzlet kompaniyasini bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Bu LED ekranimizga ham Ombom BX video kartalari va video prosessorini o'rnatib berganmiz. Xo'p, lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Olmaliq shahrini ko'rinishida mana shu hamma ko'rgan bo'lsa kerak biladi. Shundan o'tishlar bilan xudo xolasa birinchi bo'lib LED ekranimizga ko'zinglar tushadi. Ko'zinglar tushganda ham wow deydigan darajada bo'ldi LED. Xo'p, sizlarga ham shu turdagi va boshqa turdagi LED ekranlar kerak bo'lsa, Uzlet kompaniyasiga murojaat qilaverasizlar. Uzlet kompaniyasida barcha turdagi LED ekranlar mavjud. Uzlet kompaniyasi faqatgina LED ekranlar emas, balki LED tablolar, media fasadlar uchun diodlarimiz ham mavjud. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu videoni shunaqa LED ekran izlab yurgan hoji akalarga jo'natib qo'yamiz. Uzlet sifat va kafolati yo'qligi.